Assalomu alaykum aziz hurmatli do'stlar. Avvalambor Afg'onistonlik birodaringizning kanaliga xush kelibsiniz deyman. Men Shamsullo Afg'onistonning Baliq viloyati Sho'rtepa tumanidan bo'laman. Aziz do'stlar, mana ko'rayotganingizdek biz bugun Afg'onistonning Sho'rtepa tumanining bozorini videoga oldik. O'sha mashhur Asif akamiz bilan birgalikda bozorda har bir narsalarning narxlarini birma-bir inshaalloh video davomida siz aziz do'stlarga ko'rsatib o'tamiz inshaalloh. Ha aziz do'stlar, Afg'onistonlik birodaringizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Agarda videomiz sizga yoqsa, videomizga bitta like va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Qani bo'lmasam videomizni boshlaymiz. Do'stlar, hozir qassobxonadamiz. Mana ko'rayotganingizdek, mol go'shtlari. Kilosi qancha bo'ldi bu qassoba? 380. Mana mol go'shti 380 Afg'oniston puliga. Mana ko'rayotganingizdek, toza go'sht ertalabdan so'yilgan. Mana shunday do'stlar. Buni ham juma kuni bo'lib o'tadigan bozorimiz bo'ladi. Mana bu yerda ham qassobxonalar bor do'stlar. Qassobxonalari ham shu yerda. Assalomu alaykum. Do'stlar, ko'rayotganingizdek, Afg'onistonda tovuq go'shtlari juda ham ko'p sotiladi, juda ham ko'p olinadi. Afg'onistonda mol go'shtidan ko'ra ham tovuq go'shtlari juda ko'p olinadi bizlarda. Narxi ham kilosi, tovuq go'shtining kilosi qancha bo'ldi Shukur og'a? 240 240 olganda, oy mashallah, 240 afg'onidan shu oq tovuqlar mana bu yerda, tovuqlarning o'zi ham bor. Mana ko'rayotganingizdek, mana yangi so'yib beradilar. Mana do'stlar, birodar azizlar, juma kuni bo'lib o'tadigan bozorlarimizda mana shunday qovoq, olma, uzum, pomidor hamma narsalar bor, mana hamma narsa topiladi. Mana qishlog'imizda juma kuni bo'lib o'tadigan bozorlarimiz birodar azizlar. Assalomu alaykum o'g'lim. Yaxshimi, sog'likmi, uchming? Alhamdulillah. Kadilar nadan olding? 15 rupiya. Ha, 1 kilosi 15 rupiya, ha? Mana do'stlar, 1 kilosi 15 afg'onidan, masalan, bu yerda qovoq 10 kilo keladimi, 15 kilo keladimi, shunga ko'ra hisoblaydilar akalarimiz. Mana dehqon akalarimiz mana shunday savdo qiladi juma kunlari bozorlarimizda. Olmalar nadan olding? 1 kilosi 50 ming. Ey mashallah. Mana do'stlar, sariq olmalar 1 kilosi 50 afg'onidan ekan, Afg'onistonning puliga. Bu olmalar qanchani? Mana bular ham 30 afg'onidan, ya'ni 30 afg'oni qancha bo'ladi? 6000 so'mdan bo'ladi. 6000 so'm. Bu do'stlar 10000 so'mdan ham olmalar do'stlar. Nima qanchadan badring? Mana bodringlar ham 20 afg'ondan ekan, mana do'stlar, 20 afg'oni, ya'ni qancha ming so'm bo'ladi? 4000 so'm do'stlar. Bodringlar 1 kilosi 4000 so'm. Yana olmalar ham 10000 so'mdan. Ko'rayotganingizdek, mana qovoqlar ham 15 afg'oni, ya'ni 3000 so'mdan bo'ladi birodar azizlar. Qovoqlar nadaning kilosi? Dana sotilyapmi? 40 rupiya. Mana bir donasi 4000 so'mdan ekan do'stlar. Yo'q, 4000 so'm, 8000 so'm qancha bo'ladi uni hisoblab qo'yamiz. 40 afg'ondan ekan. Mana bir donasi mana shunday do'stlar. Qovoqlari ham 40 afg'onidan, Afg'onistonning puliga mana do'stlar. Inshaalloh videomizga like va kanalimizga ham obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Har bir like'ingiz, obunangiz bizlar uchun muhimdir, birodar azizlar. Afg'onistonda yetishgan bular, ha? Mana do'stlar, juda ham shirin qovunlar. Bular bir donasi 60 afg'ondan do'stlar, mana bir donasi 60 afg'ondan. Mana bu qovunlar qaysi davlatlarda yetishtiriladi, uni ham yo'lda qoldirilgan qaraga do'stlar, juda ham shirin lekin qovunlari. Mana bu qovunlar ham 70 afg'onidan donasi, bir donasi 70 afg'on. Mana bu qovunlar ham 60 afg'onidan hisoblanyapti do'stlar, birodarlar. Mana do'stlar, uzumlar ham 20 afg'onidan, 1 kilosi 20 afg'oni. Mana ko'rayotganingizdek, toifa uzumlar, Afg'onistonning dehqonchilik uzumlaridan do'stlar, mana juda ham shirin uzumlar. 1 kilosi 20 afg'onidan do'stlar. Xaltasi qanchami? Xalta 130 afg'oni. Mana bunday xalta sizdan olsangiz 130 afg'oni. Agar bu yerda kilo bilan olsangiz 20 afg'onidan 1 kilosi do'stlar. Bamiya qancha olding? Bamiya ham mana Afg'onistonda o'sib ekib yetishtiradigan o'simlik. Afg'onistonda juda ham ko'p ekiladi va juda ham ko'p yetishadi tez. 20 afg'on ekan kilosi ham. Bu ovqat tayyorlaydilar do'stlar bundan, bamiyadan. Mana agar do'stlar 140 afg'onidan mana shunday xalta bir xalta olsangiz
140 afg'onidan agar kiloli olsangiz 20 afg'oni kilosi. Ha, 20. Kilosi ham mana 20 afg'ondan, lekin bunday xaltasi bilan olsangiz 140 afg'oni. Qancha kilo keladi bu aka? 7 kilo. 7 kilo keladi ekan. Mana ko'rayotganingizdek birodarlar. Mana Afg'oniston Balx viloyati To'qay qishlog'i bo'ladi birodarlar. Juma kuni bo'lib o'tadigan bozorlarimiz. Mana do'stlar, akamiz mana shu yerda olma bilan nima sotayotgan? Pomidorlar sotayotgan. Assalomu alaykum akajon. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Baxayr borsizmi? Joningiz jo'rmi? Shukr. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Shukur alhamdulillah. Qanday bo'lyapti bozor, savdolar? Bozorlar yaxshi. Ey mashallah. Qayergansiz akajon Afg'onistonni? Men Afg'onistondan Poriya viloyatidan. Ey mashallah. Ismingiz nima edi? Ismim Abdulhamid. Abdulhamid og'amiz. Charchamang Abdulhamid og'a. Charchamang ana ishlar bilan. Yo'q, charchamaymiz. Qanchadan bo'ldi olmalar? Olmalar bizda 40 rupiya. 140 rupiyadan olmalar. 1 kilosi 100 nimami? 1 kilosi 20 afg'onlar. 20 rupiya. 1 kilo 20 rupiya. Mana bu xaltali olsangiz agar 140 afg'onidan olaykan do'stlar. Pomidor qancha bo'lding pomidorlar? Pomidor 120 rupiya. Dehqonchilikmi emas? Yo'q, sotilamdi. Ey mashallah. 120 rupiya. 120. Mana do'stlar, pomidorlar ham 120 afg'ondan ekan. Bizani ko'rayotgan birodarlarga nima deysiz? Salom deyman. Hammaga salom ha. Hammalarga salom. Rahmat. Charchamang unda. Akajon, sog' bo'ling unda. Dehqonchilik piyozlar ham ko'rayotganingizdek 100. Bu qancha dedingiz aka? 50 rupiya. Ha, bu 80 rupiya. Mana shunday xaltasi bilan 80 rupiya do'stlar. 7 kilo kelayotgan piyoz. Bu qancha akajon? 150 rupiya. Bu qancha kilodir? 8 kilo? 18 kilo kelayotgan do'stlar mana piyoz. Arzon muhimmatmi inshaalloh kommentariyaga yozib qoldiring. Mana Afg'oniston bizani juma kuni bo'lib o'tadigan qishlog'imizdagi bozor do'stlar. Mana bu yerda ham baliqlar bor ekan. Mana do'stlar 20 afg'oniga, ya'ni 20 afg'oniga 5 dona berar ekan mana. Banan arzonmi, qimmatmi yozib qoldiringlar. Mana 20 afg'oniga 5 dona berar ekan. 5 dona 20 afg'oniga. 20 afg'oni qancha bo'ladi? 4000 so'm. 4000 so'mga 5 dona banan berar ekan do'stlar. Do'stlar, dehqonchilik birinchilar ko'rayotganingizdek mana kilosi qancha bo'ldi imon? Ha, kilosi 50 afg'oni do'stlar. Ya'ni 10.000 so'mdan do'stlar mana. Afg'onistonda eng yaxshi birinchilardan 10.000 so'mdan do'stlar 1 kilosi. Mana ko'rayotganingizdek shunday. Do'stlar, sabunlar mana. Sabunlar qancha degan shu sabunlar? Sabunlar 20 bergan. 4.000 so'm mana bu 4.000 so'm 20 afg'ondan. Nimadan 20danmi? Mana bular 15 bergan. Bular 3.000 so'mdan do'stlar, 3.000 so'mdan. Mana buni ham 28 bergan. 28. 6.000 so'm do'stlar mana. Katta sabun ekan 6.000 so'm O'zbekiston so'miga. Mana do'stlar, mana shunday qishlog'imizdagi juma kuni bo'lib o'tadigan bozorlarimiz, mana shunday do'konlar bo'ladi do'stlar. Tarbizlar qancha bo'lding kilosi tarbizlaring? Abdurahmon, tarbizlar kilosi qancha? 800 rupiya, ya'ni 1500 so'mdan do'stlar. 1500 so'mdan. Mana qishlog'imizda eng katta do'kon bo'ladi, magazin. Juda ham savdolari ko'p sotiladi, mashalloh. Savdo juda ham ko'p olinadi bu do'konda. Odamlar ham juda ko'p va nihoyatda ham arzon sotadi do'stlar. Mashalloh, gap yo'q lekin. Shunday narsalar ham olinadi. Eng qishlog'imizda eng ko'p savdo bo'ladigan do'kon mana shu do'kon bo'ladi do'stlar qishlog'imizda. Inshaalloh kelinglar, mana Afg'onistonga sayohatga mana shu do'konlarga ham keltiramiz. Birodar azizlar, mana bu yerda hozir choylarni so'raymiz. Choylar qanchadan bo'lding kilosi? Mash choylar 260 afg'oni 1 kilosi do'stlar. Bu 180. Bu 180 afg'oni, Afg'onistonni puliga do'stlar mana. Hozir O'zbekistonga ham yozib qo'yamiz. Mana bu yerda qora qont bor ekan, qora qontlar. Buni nima deysizlar? Buni ham kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu kilosi qancha? 100 afg'oni. Mana 100 afg'on ekan do'stlar. Mana bu yerda kishmish ham bor. Palov kishmishmi bu? Mana palovga kishmish do'stlar. Buni qancha kilosi? 100 afg'on. Bu ham 100 afg'on ekan do'stlar.
Mana bu yerda qora kishmish ham bor. Qora kishmishlar qancha? 200 avvalo. 200 afg'onidan do'stlar. 5 litr yo'q qancha? 540 lar. 540 ha? Mana 540 afg'oni, 5 litr yo'q. 500. Bu 500 mi? Bu ashaqdakimi? Ha, bu 500 sariq qopqoq degan, mana sariq qopqoq bir. Bu 500 afg'oni, bu 540 afg'oni. Bular qancha litr bu? Bu 5 litr. 5 litr ha? Bu qancha? 5. Men so'raman. Mana bu ham 500 afg'oni do'stlar, 5 litr yo'q. 3 litr. O'ring bilan 3 litr yo'q ham 330 afg'oni do'stlar, mana ko'rayotganingizdek. Qimmatmi, arzonmi? Keyin yozib qoldiringlar birodarzlar. Va 10 litr yo'qga keladigan bo'lsak, 10 litr qanchami? 920 afg'on ekan, Afg'onistonning puliga 10 litr yo'q do'stlar. 20 litr qancha? 1830 afg'on ekan, mana 20 litr yo'q ham bor. 1830 afg'on ekan do'stlar, mana ko'rayotganingizdek. Mana hozir shakar 1 kilo bo'ldimi? Yarim kilo. Yarim kilosi qancha shakarni? 27 avvalo. 27 afg'on ekan do'stlar, mana shakarlar ham. Inshaalloh kommentariyaga yozib qoldiring do'stlar, qimmatmi, arzonmi? Do'konlarni narx-navolar qanday? Shu eristami shu? No'xat qanchami? Qo'yat bo'ldi 85. 85 afg'oni do'stlar, Afg'onistonning puliga. Mana lobyo, ko'p birodarlarimiz lobyo so'raydi. Bu lobyo qanchami kilosi? 75 afg'onidan do'stlar, mana 75 afg'oni, mana qizil lobyo. Mana ko'rayotganingizdek, bu kilosi qancha? 95 afg'onidan do'stlar, mana buni kilosi ham qizil lobyo. Ana qovun 20 rupiya. Mana anor ham do'stlar 180 afg'oni, arzonmi, qimmatmi do'stlar, yozib qoldiringlar kommentariyada. Mana bu yerda ham qo'y go'shtlari bor, qo'chqor go'shtlari 430 afg'ondan do'stlar. Mol go'shti arzon, qo'y go'shti qimmatroq. 2 kilosi ham 50 afg'on ekan. 2 kilosi 50 afg'on ekan do'stlar, mana boyimjoni siyobo. Pomidorlar ham dehqonchilik pomidorlar, mana kilosi 20 afg'ondan ekan pomidorlar. 20 afg'ondan pomidorlar, dehqonchilik pomidorlar. Menga bering, olaman men 110 paket bo'lsa. Ana bu yerda paketlisi ham bor. Bular ham 130 afg'ondan do'stlar, mana pomidorlar. Mana shundayligi olsangiz 130 afg'on, lekin 10 kilo chiqadi, 10 kilo, 11 kilo ham chiqadi do'stlar pomidorlar. Uzumlar qancha bo'lding? Doktordan. Ha, doktor og'am. Qancha? Doktor, uzum kilosi qancha? 20 afg'on. Ha, uzumi ham kilosi 20 afg'ondan ekan do'stlar, mana. Uzumlar bor, dehqonchilik uzumlar.